Assalomu alaykum hammaga. Mana 1-2 kun video ololmadik, vaqt bo'lmadi. Bugun olishga qaror qildik. Quyonlarimiz deyarli hammasi to'qdi. Hozir ko'rsatib chiqaman. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu birinchi tuqqan quyonimiz ana bular. Xudoga shukr, yaxshi. Hammasini ko'zi ochilib, bugun ularga 17 kunlik bo'ldi. Kichkina avzorcha qilay. Bu keyingi tuqqan quyonimiz. Mana onlarning ko'zi ochilib, ancha yaxshi bo'lib qolgan. Quyonimiz 16 ta tuqqan. Keyin bolalarini bo'ldik, boshqa tuyonlarga ham qo'ydik. Birikta batareya ham bo'ldi. Endi Xudoni bergani. Bu quyonimiz 14 ta tug'di mana. Xo'p, bu 16 ta tuqqan 2 kundan keyin. Xo'p, bunisi 10 ta tug'di. Mana. Bu yaqinda tug'di. Xo'p. 15 bo'lsa 3 kun bo'ldi. 4 kun bo'ldi. Mana bolalar. Onasi ko'mib qo'yibdi sovqotmasin deb, kun salqin bo'lganga. Ko'mib qo'yaylik, mayli. Mana quyonimiz. 3-chi quyonimiz. 11 ta tug'di. Xo'p, hozir bu yerda yana bor. Mana burgun quyonchalarimiz. Bular eng kattalari. Ularga bugun 25 kunlik bo'ldi. Teshikchadan o'tib qaytib yuribdi. Yana tagidagi. 25 kun bo'ldi. O'z bularni bu yoqqa ko'chirdim. Tagini tozalash uchun quruq apilkalar to'shab ko'chirdim. Ichkarida 7 ta bolasi bor. Xudo shukr, hammasi yaxshi. Katta qilyapti. Xo'p, endi bu yerda bular erkak quyonlar. Suni ochmasin deb bostirib qo'ydim. Suni ochyapti. Kaliforniya. Bu yerda shu burgun bor. Shu tinchimaydi. Bu yerda urg'och quyonlarimiz. Bu ikkovi hali yosh. Mana bu ikkovi quyonimiz mana shu. Sal tug'ish kechikayapti. Eng oxiri tug'ish kerak bo'lgan shu 4-inchisi. Mana bular tuqqan. Hozir bularni ham ko'rsataman. Mana bu. Hozir yopib qo'yaylik. Onasi yana qizg'anmasin. Bismillahirrohmanirrohim. Bemalol ko'rsa bo'ladi endi. 6 ta tug'di, 2 ta nargis hikoldi bolasini olib kelib 8 ta qilib qo'ydim. Hikoldan qochgan o'zi Hipilus. Bolalari ham Hipilus bo'lsa kerak. Adashmasam. Bunda 8 ta. Endi hammasini ko'ramiz. Bunda qizig'i hikoldan qochgan o'zi Hipilus, bolalar hammasi Chorniy pantera bo'libdi. Bismillahirrohmanirrohim. Mashalloh deb qo'yasizlar. Ko'z tegmasin, bolalari katta. Yaxshi. Qarayapti. Bunimiz xo'p 8 ta tug'di, bitta batareya bo'ldi, 7 ta qoldi. 14 kun, 5 kun bo'ldi. Bu ana bunisi ekan. 12 suni tuqqan 6 ta, hammasi yaxshi, Xudoga shukr.
Mana bizda hozircha yangiliklar shular. Xudo xolasa endi mana bu tug'ish kerak tursa 7 ta quyonimiz ham hammasi tuqqan bo'ladi. Hozircha 6 tasi tug'di. Obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqmasin. Bizni kuzatib boring. Yaxshi videolar qo'yib boramiz. Endi mana bu yerda qo'ylarimiz bor edi. Bo'shatdik. Endi dorilab, ohaklab, chiroyli qilib tayyorlaymiz. Mana shu yerdan quyonxonaga qo'shyapmiz. Endi katta bo'lsa quyonxona bo'ladi. Bir ikkita setkalar yasab, setkalar ko'paytiramiz. Xolasa endi mana bolalar kattaryapti, quyon bolalari. Joy tayyorlash kerak, setka tayyorlash kerak. Mana bu ham bor. Bunga menimcha sig'maydi 6 ta quyon bolalar. Har biron bittadan solsak ham bu yerda 4 ta kamera bor. Yana tayyorlashimiz kerak. Xudo xolasa tayyorlab qo'yib boramiz. Bizni kuzatib boring. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqmasin. Hammaga katta rahmat. Bizni kuzatib boring.